Garaj, oydek qatnasizlar. Men izdan yo'qotib qo'ydim. Chig'atoy tarafda edi, orqaga razor qilib kelamiz. Chig'atoyda ko'chaning ichiga kirdi. Ko'chaning ichida. Maytap ko'chasida. Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Og'ayni degandek bo'lardim. Hop. Yutib qo'ydingiz. Mana. Garaj taksiga ulanganmisiz? Aha. Tabriklaymiz. Rahmat, nima bo'ldi? Bizda haftaning har dushanba kuni sutka davomida eng ko'p zakaz bajargan haydovchimizga $100 beryapmiz. Yutib oldingiz aka. Tabriklaymiz. O'zingiz bilmay qoldingiz. Xulashga vaqtingiz bo'tdimi ish qilib? Bo'tdi. Sazgina bola chaqaga uyga ham vaqt ajratib turing. Gap yo'q lekin. Mana Ye aka. $100 halol mehnatingiz aka. Hurmatli haydovchilar, bizda haftaning har dushanba kuni sutka davomida eng ko'p zakaz bajargan haydovchimizga $100 beryapmiz. Garaj taksidan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omad hammaga.